Assalomu alaykum barchaga. Og'irda qishlog'imizga ko'katimizni tayyorlab berdik. Obzor qilamiz. Xudo xolasa. Xolodilnikdan boshlaymiz. Xolodilnik o'zlari egalari kattaroq razmerda xolodilniklar, shunga moslab ketganmiz joylarini ham. Hamma bu yerda gaz vechkalarni ham oladi, joylarni teshib tayyorlab berib ketganmiz. Rakvinalar, ham duxovka uchun joylar, rozetkasiga polnisda mexanizmlarni tozasidan qo'yib berganmiz. Mana tanjum mexanizmlar, bunga ham polni bo'ldi, do'p emas taglari. Xudo xolasa bir 30 kg 40 kg ko'taradi. Vakuum. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Baho berasizlar. Kimga shunga o'xshash mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.